Word dasturini girishdan boshlaymiz hozir. Birinchi darsimiz Wordga girish interfeysi bilan tanishish. Wordga girishning bir nechta usullari bor. Birinchi usuli o'sha pustay ekranimizda eshikamizni o'ng tarafini bossak, bitta sozdать. Men hozir Windows 11 da o'tiribman. Mana shuning ko'rinishida. Windows 10 dan ushbu pesaraqda sozdать chiqadi. Shu mishkani o'ng tarafini bosaman, sozdать chiqdi. Bitta endi dokument Microsoft Word. Bosdim, mana yaratildi. Ikkinchisi, klaviaturamizda boost belgisi bor. Yana bir belgi. Win belgisi boost qilaveradi Win. Mana shu Win knopkasini bosdim. Endi shu oyna chiqqan vaqtida Wordning birinchi harfi W bilan boshlangani uchun Wordni bosaman, W yana chiqdi. Ikkinchi yo'li bilan yerda mana. Uchinchisi, Win R knopkasini bosamiz. WKS knopka. Win bilan R. Mana shuni yana chiqdi. Bizda bitta endi Win Wordda yozsak, OKni bossak, yana Word ochib beradi. Xo'p, biz endi o'sha birinchi usuldan ketib kelamiz yana. Word ochdim hozir. Endi keldik. Chiqqan vaqtda Word interfeysi tanlamaydi. Beda. Yuqorida yana Wordni shu Word faylimizni nomi nomlab nomlangan. Nomini adini ko'rsagina dokument Microsoft Word. Wordni qaytaman. Endi ibela ko'rsagina быстрый panel bu. Tez ishlovchi panel. Endi bu yerni o'tsak endi keyingisi. Bu yerdan poisk bor ekan bu yerda. Undan keyin esa bu yerda вход, inbound now. Parametr сообщения. Shu bo'limiz bor, shu to'liq. Shuni ko'rsatib beradi. Buni avtomatik скрывать lentuni bossam, уже yo'q. Endi chiqarish uchun esa yana shuni ustidan bosaman yana. Endi показать вкладки. Endi вкладкаdan aloqani ko'ramiz hozir. Endi bular вкладки ekan bular. Endi biz endi показать вкладки команды. Komandalarni uni bossak, bular komandamiz ekan. Endi bu yerdan ko'rsak, fayl, главный, вставка, конструктор, макет, ссылки, рассылки, retsenzирование, вид, справка. Shunday vkladkalarimiz bor ekan. Keyin bundan keyin esa har bir vkladkaning ichida o'z komandalari bor. Biz hozir главный bo'limidamiz. Главный bo'limida shu komandalar. Endi biz tushsak endi pustoy oynamiz, pustoy betimizni bir dona bet. Endi yuqorida yana bir liniyaga deb aytiladi bu. Bir liniyaga. Bu chap tarafidan boshlansa liniyaga. Buning uchun kerak. Bu bizlara Wordda yozganimizda so'zlarimiz deydan boshlanishi. Ularni ko'rsatib beradi. Endi hozir bir dona betim bor ekan. Yana boshqa betlarni qo'shacakman. Nishat qo'shaman. Ctrl bilan Enter degan knopkamiz bor. Bundan bor Ctrl, bundan Ctrl. Enter bor. Ctrl bilan Enterni bosdim. Ctrl Enter. Bu ikki dona bo'ldi. Ikki qog'oz. Yana birini qo'shsam 3. Ctrl bilan Enterni bossam, shuncha betini qo'shdim. Ctrl plus Ctrl Enterni bossam, toza bet qo'shib berdi. Endi shu betlarni ko'rdik bilan. Endi bu tarafini qarasak, scroll bar. Mishkani chap taraf bilan bosib turib, shuni pastga tortamiz yana. Pastga yuqori chiqadi. Ko'rdikmi? Bo'lmasa mishkamiz o'zida shu kolesikadan joyi bor. Boshqa aylantiradigan bor bu mishkada. Shu bilan biz tushib yuqori tiklasak bo'ladi. Keyin endi pastga tushsak, endi bu yerga qarasak, 18 dona betimiz bor ekan. Stranitsalar. Endi bet azman sochini enterdan bilan turibman-ku, bu ikkinchi bet ekan, ikkita turibdi. Endi men hozir mishkamni 4-bet o'tiraman. Bunga o'tirdim, endi pastga qarasam, 4-bet. Shu 18 dan ekan. Keyin menda 3 dona so'z bor ekan. Ctrl plus Enter. 3 dona so'z. Keyin bosib ko'rsak, bu orfografiya, grammatikani narsa. Bu tekshirib qaradi, misol uchun, lekin angliyskada ishlaydi, boshqa tillarda yo'q. O'zbek tilida adashmasam bo'lmasa kerak bunda. Bu bor ekan.
O'zbekcha kiritsa, latincha bor ekan. Bu narsa so'zimizni xato yozsak, tiyindan qizil chiqarib qo'yadilar. Shunda tekshirib olsak bo'ladi. Bu tilni tanlaymiz. Endi bu yerni o'tsak, fokusирование. Buni bosib ko'rsagina, uning ko'rinishi keladi. Bundan chiqamiz. Escape'ni bosdim. Escape'dan knopkamiz. Mana buni ESC. Yozmay o'sha oynaga kirib qolmadi meni. Escape'ni bossam, bundan chiqarib beradi. Shu oynani bekor qilib beradi bizga. Keyingi oynamiz esa bu kitob ko'rinishidagi narsa bino. IBANni bossam, harorat. Bizani qaytarishim o'rtadagini tanlaymiz. O'rtadagina o'zimiz uchun qulayli bo'lgan ko'rinishi buni. Razmetka страниц. Keyingisi esa web dokument. Web esa shuning ko'rinishida bo'ladi. Keyinda endi masshtab bor. Mana kichaytirib, kattaytirish. Enter qilishim. Kichayib kattaytirib. Shu o'rnidan kichaytirib, kattaytiramiz. Ko'rdingizmi? Endi buni yana bir yo'li bor. Hozir men mishkadagi aylantiradiganni narsam aylantirsam yuqori pastga tushib turibdi-ku. Endi men Ctrl-dan knopkani bosib turamandan keyin aylantirsam yana yaqinlashtirib, kichaytirib turibdi. Buning ko'rinishi. Endi qaranglar, yana bir narsa bilib ketaman. Bizlar Word o'rgangan vaqtimiz tekst kerak bo'ladi bizlarga. Tekst. Tekstni tanlaymiz. Tekstni olish uchun teng yozamiz. Lorem Qausni ochamizdan 500 misol uchun bo'ldi. Qausni yaptım, enter. Qarasam, menga o'zi tekst yozib berdi. Shu tekstlar bilan birga ustunda amal bajarsak bo'ladi.